Ba'zilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 9 yoshlik ayolga uylanganliklari haqiqat, tarix bu. Bir kofirlar, munofiqlarning ra'yi uchun shu tarixni o'zgartirmoqchi bo'layotadi. Shundan ko'ngli siqiladi. Shu nimadir bo'lsa kerak shu yerda axir. 9 yosh bo'lmasa kerak. Masalan, balog'atga yetgandan keyin 9 yosh bo'lsa kerak. 9 yosh deganda yoki bu avval arablarda 10 yoshda yosh hisoblamagan bo'lsa kerak, 19 yosh bo'lgan demak. Deb kurayda turmaydigan ta'villarni chiqaradi. Ko'ngli siqiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ishdan. Mana shuni Alloh aytayapti-da, bu haqdan insonning ko'ngli siqilishi mumkin emas. Mana qarang, Alloh rasuliga nima deydi? Rasululloh o'zlarini o'g'il qilib olgan Zayd xotinini taloq qilgandan keyin o'sha xotinga uylanganlar. Bu arablarda o'zining keliniga uylanish degandek gap edi. O'shandan tabiiyki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq hijolat bo'lganlar. Lekin Alloh rasuliga buyurdi, uylanarsan shu yerga dedi. O'sha botil ahkomni ko'rsatib berish uchun botilligini uki bola asrab olish yo'q. Shuning uchun Alloh o'sha qissada aytgan, "Makana alan nabiy min harajin fima faradallohu la." Payg'ambarga Alloh farz qilgan narsada haraj bo'lishi mumkin emas degan. Kitabun anzalnahu ilayk fala yakun fi sadrika harajun min. Bu kitobni biz sizga nozil qildik, undan hech ham ko'nglingizda siqilish, haraj bo'lmasin deydi. Hech qachon shariatdagi bir ahkomni oldida musulmon odam ko'ngli hijr bo'lishi mumkin emas. Na xalqning oldida, na hukumatning oldida dinni til qisiladigan joyi yo'q. Bu shariat. Xoh mana ko'p xotinlikdan hech ham bu ko'ngil siqilinadigan narsa emas bu. Shu islom shu joyda shu bekor aytganmikan deydigan ko'ngil siqilish, hijr bo'lish yo'q. Xoh hijob oyatida, xoh jihod oyatida, xoh kofir oyatida, munofiqlar haqidagi oyatlarda, mushrik degan oyatlar, tog'ut degan oyatlar, bundan hech ham ko'ngil siqilishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh ogohlantiryapti, boshqalar batariqa ogoh bo'lsin degani bu.